Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Mana darvozamiz ustunovkasini qilib oldik. Bag'dod tumaniga o'rnatdik. High-tech fasondagi darvozamiz. Juda chiroyli holatda chiqdi. Darvozamizga baho berishlari mumkin. Stoykalari 8.8, 1.7 stenkada bo'lgan. Profillari 6.4, 1.5 stenkada bo'lgan ichi yo'tashi. Xo'sh, bu darvozamiz listlari 1.8 o'sha rossiyskiy qora listlardan qilingan 2 qavatli qilib, nerjvinkalar qo'yilgan, kraskalari Gruntovka GK2 kraskalari ishlatilgan, lak qo'shib sepilgan, kraskaga lak qo'shib sepganmiz, motivroq chiqishligi uchun. Xo'sh, bu darvozamizni zamoklari super zamok. Ko'rishingiz mumkin. Xudo o'ta chiroyli holatda ochilib yopilyapti. Orqa qismlarini ko'rishingiz mumkin. Sentez zamok qo'yib berganmiz. Ichki sentez zamok qo'yilgan ochilib yopilishiga. Hozirlarni nisbatkalab chiroyli holatda ustunovkalar qilib berdik. Orqa tomonlariga qora kraskani ustiga GK2 dan hafiyot qilib sepilgan. Ko'rishingiz mumkin laklari bilan. Xo'sh, bu darvozamizda kvadrat metri 1.200.000 so'mdan o'rnatib berdik. Shu turishiga 14 million so'm bo'ldi dogovor narxi. Razmeri 3.30 ga eniga 3.60 razmerda bo'lgan. Bog'lari qo'yilgan, nerjvinkalar yopishtirganmiz bog'lariga ham. Darvozamiz ochilib yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. Ochilib yopilishlar juda yengil holatda. Ishimizga o'zing baho berasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar kuzatuvchilar. Xudo O'zbekiston bo'yicha yetkazib o'rnatib beriladi. Vodiyga besplatni yetkazib beramiz. Voha, Toshkent shaharlariga kelishilgan holatda. Tag qismiga konteyner qo'yib berganmiz. Darvozamizni mustahkamligi uchun ezilmaydi. Katta yuk mashinalarga ham yaraydi. Xudo. Lazer qismlari ham o'ta chiroyli holatda chiqdi. Tag qismi ochib qo'yilgan, suv, karchada suv salang bemalol suv chiqib ketadi. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin kuzatuvchilar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangi ijodlarimizni ham qo'yib boramiz.